Melbetda ikki faktorli autentifikatsiyani ochirish uchun ilova yoki veb-saytni oching. Keyin hisob menyusiga o'ting. Keyin sozlamalarni oching. Ochilgan ro'yxatda chetlik so'zlamalari bo'limini tanlashingiz kerak bo'ladi. Ikki faktorli autentifikatsiya yoqilgan bo'lsa, u yashil tasdiq belgisi bilan belgilanadi. Uni ochirish uchun ustiga bosing. Endi biz ushbu funksiyani ulaganimizda berilgan maxfiy kalitni kiritishimiz kerak. Telegramda saqladim. Kod harflar, raqamlar va belgilardan iborat bo'lishi mumkin. Har bir inson noyob ekanligini tushunish muhimdir. Maxfiy promokodingizdan nusxa oling va uni Melbetga joylashtiring. Ikki faktorli autentifikatsiyani bekor qilish uchun tasdiqlash tugmasini bosing. Endi siz qo'shimcha tekshiruvsiz tizimga kirishingiz mumkin. Bu xususiyatni qayta yoqish ham mumkin. Buni qanday qilish kerakligini keyingi videoda aytib beramiz.